Teplitsada endi hozir mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, limon ko'chatlarni, bu yangi Teplitsamizga limon ko'chatlarni ekdik. Mana chesnok, sarimsoq piyozlar ekdik. O'tgan yilgi daromadimiz 40 million narigi Teplitsamizdan oldik. Shuni evaziga mana shu hozir mana shu turgan Teplitsamizni barpo qildik. Buni odamlarga qilsa bo'lar ekan, foydalansa bo'lar ekan, bekor turgan joylarda mana shunaqa teplitsalar bilan qilsa bo'lar ekan degan tavsiyani beraman. Ishi juda ham oson ekan buni. Biz ham boshida buni o'ylovdik, ishi qiyin bo'lsa kerak deb. Biz o'ylaganchalik qiyin emas ekan. Qolaversa, mahallada 3-4 ta ayollarni ham bandligiga ancha sabab bo'lar ekan. Undan tashqari mana bolalarni o'qityapmiz. Endi hozirgi paytda bu teplitsani qo'ni-qo'shni, aka-ukalar ko'rib, qiziqishib, hozirgi paytda mana akamlarga ham ikkitasiga qilib berdim shu teplitsani. Hozirgi paytda buni mahallada teplitsa qilamiz degan qo'ni-qo'shnilar bo'lsa, qilamiz deyishsa, shu o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, ozmi ko'pmi bularga maslahat beramiz.